Ko'taravering asta. Bo'ldi, yana necha ko'tar. Bo'ldi, qatar. Yog'ochda qurilgan tom bilan temirdan qurilgan tomning farqi nimada degan aka-ukalarimizga hozir sizlarga farqlarini ko'rsatib o'tamiz. Ko'rib turgan tomlarning yog'ochdan qurilgan, ichi to'lgan yog'och bilan ikki qator ustunini o'zi ichini to'ldirgan tomning ichini. Hozir sizlarga yangi temirdan qurilayotgan tomimizni ichini ko'rsatamiz. Bu joyimizda umuman ustun yo'q, bez ustun qurilayotgan yangi tomimiz. Temirdan qurilayotgan yangi tomimiz. Bu joyimizga bemalol bilyard, tennis o'rnatib, maza qilib o'ynab yotsanglar bo'ladi. Assalomu alaykum O'zbekiston xalqi. Ko'rib turganlaringdek, yog'ochdan qurilgan tom bilan yangi temirdan qurilayotgan tomni eni bir xil. Yog'ochdan qurib bitkizilgan tomimizni ichi to'la. Temirdan qurilayotgan tomimizni ichi yalang. Bemalol aytib o'tganimdek, bilyardxona, tennisxona qilib, oshna og'aynilaring bilan maza qilib o'ynab yotsanglar bo'ladi. Men ham shunga o'xshash tomim bor, yoptirishim kerak temirdan degan yurtdoshlarimizga bemalol pastga nomerlar qo'yapmiz. Telefon qilishlaring mumkin. Konteyner profilidan katta zdaniyalarning tomlari, molxona, to'yxona, xullas 10, 15, 20, 25 metrgacha katta zdaniyalarda tomlarini bez ustun konteyner profilidan yopib o'rnatib beramiz. Xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab. Har bir materiallarni olib boramiz o'zimiz birgalikda. Sizdan hech narsa ketmaydi. Faqatgina ustalarimizga yotoq berasiz, ovqatlarini berasiz, shu xolos sizdan. Kottejda yashaydigan yurtdoshlarimizga videolarimizni jo'natib qo'yasizlar. Konteyner profilidan kottejlarda darvozaxonasini bez ustun yasab o'rnatib beryapmiz, tomlarini yopib beryapmiz. Juda ham chiroyli bo'layapti. Hozirgi kunda urfga aylandi kottejda yashaydiganlar uchun. Sizlar imoratlarda tomlarini konteyner profilidan yopasizlar ekan. Konteyner profili bo'yicha bizga tushuncha bering degan aka-ukalarimiz bor. Har bir qilinadigan ishlarini konteyner profilidan yopasizlar ekan. Bizga konteyner profili bo'yicha tushuncha bering degan yurtdoshlarimiz ham bo'ladi albatta. Konteyner profili bozor profillaridan ancha arzon bo'ladi. Birinchi o'rinda, ikkinchi o'rinda bozor profillaridan mustahkam bo'ladi, stenalari baland bo'ladi. Bemalol bozor profili bilan konteyner profilini solishtirsanglar bo'ladi. Mustahkamligi haqida. Katta tadbirkor, biznesmen akalarimiz ham hozirgi kunda O'zbekiston sharoitida konteyner profilidan 10, 15, 20, 25 metrgacha bez ustun naves tomlarini shu konteyner profilidan yoptirishyapti. Sababi konteyner profili sinovdan o'tdi. Bemalol telefon qilishlaring mumkin pastdagi nomerlarga. Sizni ham tom naveslaringiz bo'lsa, konteyner profilidan chiroyli holatda, mustahkam, sifatli, arzon yopib o'rnatib beramiz. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Qadrdon yurtdoshlar.